Bu borada To'raqo'rg'on tumanidagi Namangan viloyatida yagona sanalgan Ilg'or kasbiy mahorat texnikumi o'ziga xos tajriba maktabi sanaladi. Hozirgi lavhamiz mazkur dargoh faoliyati va bu yerda o'tkazilgan festivaldan tayyorlangan. Ta'lim dargohida 750 nafarga yaqin yigit-qiz turli yo'nalishlarda bilim va amaliy ko'nikmalarni egallab, o'z kelajagi uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. An'anaviy mutaxassisliklar bilan bir qatorda zamonaviy sohalarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan veterinariya, axborot texnologiyalari, elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish kabi kelajak kasblar bo'yicha ham malakali kadrlar tayyorlanayotgani quvonarli. Yoshlar kuni munosabati bilan texnikumda o'tkazilgan kasblar festivali esa ta'lim va amaliyot uyg'unligini namoyon etgan muhim tadbirlardan biri bo'ldi. Texnikumimiz Prezidentimizning 190-sonli farmonlariga asosan Namanganda yagona Namangan Ilg'or kasbiy mahorat texnikumga aylantirilgan. Ilg'or kasbiy mahorat bo'lgani uchun qabul jarayonimiz chegaralangan. 100 ta 9-sinf, 60 ta 11-sinf qabul qilamiz. 2 ta kichik guruhlarda o'qitib, kelajakda bolalar o'zini kasbini ustasi hamda xorij tillardan bittasini sertifikatini chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ham sertifikat ham kasb egallab chiqqandan keyin O'zbekistondagi qo'shma korxonalarda hamda xorij davlatlarda ishlash huquqiga ega bo'lishadi. Bugungi festivalimizdan maqsadimiz maktab o'quvchilariga Ilg'or kasb mahorat haqida tushunchalar berish, shularni jalb qilib olishdan iborat. Festivalda tuman rahbarlari ishtirok etib, o'quvchilar bilan samimiy muloqot qildilar. Xususan, tuman hokimi tomonidan bir guruh faol o'quvchilarga kitoblar sovg'a qilingani ma'naviyatga bo'lgan e'tiborning amaliy ifodasidir. Tadbir davomida tashkil etilgan ko'rgazmalar orqali texnikumdagi mavjud yo'nalishlar, hududdagi umumta'lim maktablari bitiruvchilari hamda mehmonlarga batafsil tanishtirildi. Ustaxonalardagi jihozlar, o'quvchilar tomonidan tayyorlangan amaliy ishlar, startap g'oyalar ko'pchilikda katta qiziqish uyg'otdi. Yoshlar kuni munosabati bilan Namanganda yagona bo'lgan Namangan Ilg'or kasbiy mahorat texnikumiga biz o'z sinfimiz bilan tashrif buyurdik. Bu yerda mana ochiq eshiklar kuni tadbiri bo'lib o'tyapti. Biz texnikum faoliyati va bu yerdagi kasb yo'nalishlari bilan tanishdik va men o'zimga Ilg'or axborot texnologiyalari yo'nalishini tanladim. Bu soha menga juda ham qiziqarli deb bilaman va kelajagimni shu yer bilan bog'lashni o'z oldimga maqsad qo'ydim. Festival doirasida yoshlarning ijodiy va intellektual salohiyati ham namoyon etildi. Rassomlar, mutolaaga oshno kitobxonlar, turli musobaqalarda g'olib bo'lgan sportchilarning faoliyati bilan ham yaqindan tanishtirildi. Milliy qadriyatlarni targ'ib etuvchi osh tarqatilgani esa tadbirga alohida fayz bag'ishladi. Rahbar va yoshlar uchrashuvi ham muloqotlarga boy o'tdi. Unda texnikum o'quvchilari taklif va tashabbuslarni bildirishdi. Men To'raqo'rg'on tumani Namangan Ilg'or kasbiy mahorat texnikumida tahsil olaman. Bu yerda o'qiyotganimga 1 yil bo'lib qoladi. Men mana shu vaqt oralig'ida avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va boshqarish bo'yicha bilimlar oldim. Yoshlar kuni munosabati bilan mana bugun texnikumda tadbir bo'lib o'tyapti. Biz faol qatnashyapmiz. Tadbir davomida xalqaro va milliy darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritgan o'quvchilar, ixtirochi yoshlar, musobaqalar g'oliblari munosib rag'batlantirildi. Bu kabi festivallar yoshlarning hayotda o'z o'rnini topishi, aniq maqsad sari intilishida beqiyos ahamiyatga ega.